Qaynonangiz ham bezor bo'lib ketgandir, hech qayerda ishlamaysiz, uyda o'tirib olib, hamma narsani zakaz qilib o'tiraverasiz. Eringiz pulini barakasini o'chirib deb yozvoribdi bitta asalchi. Aylanib keting, mana shuncha narsani zakaz qilganim uchun ham erimning pulida barakasi bor. Ikki kun kim aytdi meni ishlamaydi deb. Agar men qiladigan ishlarimni boshidan oxirigacha ko'rsatsam, sizlarni meni qovoq miyeli bu narsani juda ham qabul qilish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun lutfi sizlar negativ yozib o'tirganinglar yaxshi. Ammo bu sizlarning shunaqa chiroyli sevgi-izhorlaringlarni o'qib, anti-stress bo'ladigan ishlarimni qilib olaman. Menda bo'lsa har doimgi problema, ikkita kichkina qizimni bo'yi shkafga bemalol yetib qolganligi uchun kiyimlarni hamma yoqqa fiting qilib otib yuborishadi. Xonasiga kirsanglar xuddi ikkalasi bir-biriga moda namoyishi o'tkazganga o'xshaydi. Hamma joy kiyim bozor. Qizlarimni bomba tushgan xonasidan ham eson-omon chiqib oldik. Endi bo'lsa ana asalchaning ensasini qotirib raspakovka chek qilamiz. Bir palakatman deb bir xilladaydi. Nice. Shu amakini ham betiga tushmagan ajinni o'zi yo'q. Undan ko'ra mana shunaqa koreyskiy, amerikanskiy narsalarni ishlatib yursalar oydekkina bo'lib yurardilar. Shunaqa ko'p kosmetikani ko'rsatganimda bu qiz yeb ichadimi deb o'ylasanglar kerak. Agar shunaqa o'ylayotgan bo'lsanglar, dassizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Shunaqa bir dunyo kisda bitta joyga tiqib qo'ygan naborimizni atigi 550 ming so'm ekan. Shunaqa podarishni kisdan boram oldim, ko'rinishi prosta pinter. Shunaqa organizer ichida bir dunyo sponjika, uxachiskasi, vatni diska, hamma narsasi bor. Prosta oynalarni oldiga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Bular bo'lsa men eng ko'p kutgan Charlotte'ning narsalari ta'riflash uchun prosta tillarim jingalak bo'lib qoldi. Bunisi bo'lsa, ensanglarni qotirganinglarda 2 metr bo'lib qishaydigan labinglar uchun navbat. Vannaga kirganinglarda chaqaloqni terisidek bo'lishni xohlasanglar, mash skrabdan ishlataverish kerak. Bu bo'lsa sumkalarning любой teshigiga kirib ketaveradigan ixchamgina kis nabor. Bunisi bo'lsa men eng ko'p kutganim internetda portlayotgan qizlarning jonkasi bo'lib ulgurgan shunaqa asalcha palet. Bitta shuni o'zidan olib qo'ysanglar, ancha-muncha narsalarni hal qilib yuboradi. Hozir ko'rsatgan hamma narsalarim amerikanskiy narsalarda, bu kichkinagina korobkaning ichida koreyskiy, yaponskiy, kitayskiy shunaqa narsalar. SPF'larning eng doda xo'jalari faqat shu yerda. Yuzingizda tirishib qorayib ketishini xohlamasanglar, SPF surishi umuman kanda qilmaydi. Shuncha narsani, конечно, menga katta xolam sovg'a qilganlar yo'q. Olgan profilimni qoldiraman. Profilga ichiga kirib ko'rsanglar, hamma narsani narxi bilan qo'yganlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha hammaga xayr.